Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan очиститель воздухlarni premium segmentdagilaridan bittasini tanishamiz. Bu Dreamy'ni flagman seriyasidagi PM20 modeli bo'ladi. Bu modellar afzalliklari boshqa konkurentlardan nimasi bilan farq qiladi? Shuni qisqa ko'rib chiqishga harakat qilamiz va buni olgan yaxshimi yoki yo'qmi? Shuni sizlar bilan tanishtiramiz. Birinchi qulayligi bu apparat naq 100 kvadrat joyga bemalol qo'ysangiz bo'ladi. O'zidan soatiga 400 kuba havoni o'tkazib tozalab bera oladi. Filtratsiyasiga keladigan bo'lsa, 3 xil urovenda ishlaydigan filtratsiyaga ega. Mana shu oldi va orqa qismini ochganimizda filtrlari joylashgan bo'ladi. Ochib, podrobniy ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, bu apparatni mana ochdi, mana bu yerda tili bor. Bitta chiqarsa, filtrlar sekin chiqib kelishni boshlaydi. Plotniy joylashtirilgan ekan o'zi ham mana. Xo'p, filtrlarni qarang. Bu yerda ko'mir bor, bu yerda HEPA bor, bu yerda gubka bor, paralonga o'xshagan 3 qavatli bo'ladi. Buni qulayligi bu yerda ham allergenlar, ham viruslar, bakteriyalar, formaldegiddan, har xil hidlardan, ovqat, sigaret hidlari, hamma hidlardan tozalab, cho'tki havo bera oladi. Bu apparatimiz 3 tasi bittada bo'ladi. Ham очиститель воздух, ham ventilyatsiya funksiyasini bajaradi, ham обогреватель bilan ishlatsangiz bo'ladi. Havoni 1 gradusdan 40 gradusgacha bo'lgan diapazonda sizga chiqarib bera oladi. Ko'p очистительlarning o'z muammosi bularni yoqqandan keyin sovuq havo chiqaryapti, uy sovutib tashyapti deyshadi. Mana shu bu muammoni bartaraf qilgan. Bu apparat bilasiz Dyson BP0403 larni primoy konkurent hisoblanadi. Dizaynni ham xuddi shundan olishgan, lekin buni qulayliklari undan yaxshiroq. Buni birinchi qulayligi bu yerda pulta ko'rishingiz mumkin. O'sha issuvlik funksiyasi qo'shib qo'ygan, kallasini o'ngga chapga burilishi, havoni bu yerdan chiqarishi yoki bu yoqdan chiqarishi, искусственный intellekt qo'shib qo'ygani. Xullas, babu Dreamy aqlliroq hisoblanadi. Sal bo'lsa ham bu Yevropa bozori uchun chiqariladigan mahsulot, Xiaomi'ning sub brend hisoblanadi. Buni yana qulayligi Google Alexa yoki Yandex Alisa o'shalarga ulab turib bemalol ishlata olasiz. Shular bilan yutib ketadi. Dysondan ulash sal qiyinroq bo'ladi. Bu apparatda oyoqlari 4 ta, bemalol o'tdan bu o'tga olib yurishga qiynalmaysiz. Ko'tarib yurishingiz shart emas. Eng qulayli tarafi filtr 6 oy, 8 oy, maksimum 1 yilda almashsa, bularniki 2 yilgacha yetadi. Ya'ni filtr jihatdan ham 2 barobar yutasiz. Bu sizga katta plus bo'ladi. Bu yerdagi ekranlarga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, filtr sostoyaniyasini ko'rsatib turadi va undan tashqari 3 xil rejimi bor. Именно bu yerda pitometslar uchun, ya'ni nima deydi, uy hayvonlari uchun rejimi bor. Sizda agar uy hayvonlari bo'ladigan bo'lsa, mushuk, shunga o'xshash narsa, bu o'sha ulardan chiqadigan tuklar, masalan, allergenlarni tortib olib yo'q qilib tashlaydi. Именно shu uchun bitta alohida funksiya o'ylab topilgan va shunga qo'shib qo'yilgan. Apparat yana bitta qulayliklardan bittasi bu ultrafioletli lampasi bor. Ya'ni havodagi mikrobakteriyalarni o'ldirishga u lampa ham juda yordam beradi. Bu apparatimizni aytib o'tganimizdek 10 ta skorostda ishlatsangiz bo'ladi. Bu globalniy versiyasi, rusifitsirованный, bemalol telefonlaringizga ulab turib, telefondan boshqarib hamma pakazaniyani ko'rib borishingiz mumkin. Haftalik, oylik solishtirib boraverasiz. Bu apparatimiz bizda sotuvda bor, Nalichi Texno House'da har doimgidek bilasizlar, bor tovarlarni konkretniy obzor qilib olib chiqamiz. Ishlashini ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Video yoqayotgan bo'lsa, ma'qul bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib keting. Yana qanaqa tovarlarni sizga olib chiqib ko'rsatib tushuntirib beraylik. Xo'p, eng asosiy narxiga kelamiz. Buni narxi $720, 1 yil kafolati bilan xarid qilishingiz mumkin. Shu va shunga o'xshash apparatlar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki kontaktlarimizni qoldiramiz. Maslahat uchun ham bemalol aloqaga chiqarasiz. Sizga to'g'ri keladigan mahsulotni podbor qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.